Agar shu uy sizniki bo'lganda kimga sovg'a qilardingiz? Ota-onangizgami yoki ayolingizga? Bunaqa uyingiz bo'lgandan keyin hovlingizda albatta Mercy yoki BMW turishi kerak-da. Uyimizni qarang, juda ham chiroyli va fayzli xonadon. Hovlisida o'zini zeleniy zonalari, basseynlari, besetka hamda yozgi oshxonalari qilingan. Uyimizni o'zini bilyardlari hamda rossiyskiy, turetskiy, sauna, sanuzellariga chon qilib qo'yilgan. Uyimizning ichiga kirishimiz bilan bo'lsa, shunaqa bahaybat hol bizani kutib oladi. Birinchi xonasi esa ayollarimizning orzusidagi chiroyli barcha qulayliklari bor bo'lgan oshxonasi. Yaxshi niyat qilib videoga bitta like bosing. Sizga ham shunaqa xonadonlar nasib qilsin. Bu uyimizning birinchi yotoqxonasi. Yonida bo'lsa birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonalari ham qilingan. Bu ikkinchi xonasi. Kattagina mehmonxona. Uyimiz podvoli bilan qo'shib hisoblaganda 3 qavat. Xonalarning soni 7 ta, maydoni 6 sotiq. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan chap tomonda umumiy yuvinish xonasi joylashgan. Yonida bo'lsa bolalar uchun yotoqxona qilingan. Yashash maydoni 300 kvadratdan oshiq. Bu xonamiz esa kattalar uchun kattagina bitta yotoqxona. Bunisiga endi nima deysizlar? Xonangiz ichida shunaqa katta barcha qulayliklari bor bo'lgan sanuzelingiz bo'lsa, mazza bo'lsa kerak-a. Bunaqa uyda kim bilan yashagan bo'lardingiz? O'sha insonga tez jo'natib qo'ying. Xonadonimiz Yunusobod tumani Injobod ko'chasida joylashgan. Kommunikatsiyalardan muammo yo'q. Narxini atiga $720 ming so'rashyapti, yana kelishiladi. Podolida kladovka, kotelniy xona hamda bilyard xonalari qilingan. Lokatsiya Telegram kanalimizda.